Ama har yerda o'zini darsini o'tgan. Kimdir otelda qolib o'tgan, kimdir resepsiyon bilan darsini o'tgan, kimdir erkaklar bilan, kimdir muolajaxonasi bilan o'zini protsessini yashagan. Hamma, kimdir uydagilar bilan telefonlashga bo'sh qolganidan bo'lishi mumkin bu yer. Protsessni yashagan ular bilan. Hammani har xil jarayoni. Kecha shuni berdikki, siz endi qanaqa o'tasiz? Ishlatishingiz kerak, u ko'tarilishi kerak, u sizga problema yaratish kerak. Kimdir yaratish kerak va siz o'tishingiz kerak. Bundan boshqa bir ko'rinishda, boshqa bir sifatda o'tishingiz kerak endi. Ana o'shaning uchun vaziyatlar berilaveradi. Kimga ko'p vaziyatlar berilayotgan bo'lsa, demak siz anglashga tayyorligingiz uchun, qabul qilishga tayyorligingiz uchun, o'tishga tayyorligingiz uchun beriladi. Mana shu esingizda tursin. Vaziyat ko'tarilyaptimi, o'tishga tayyorman, qabul qilishga tayyorman, anglashga tayyorman. Mana shularni ko'p aytaverasiz. Yuraverasiz, aylanib. Ana shunda protsess jarayon chuqurlashib beraveradi. Siz tayyorman deganingiz sari jarayon beradi, siz qo'rqqaningiz sari hech narsa kirmaydi. Hech narsa bo'lmaydi, biror kishiga pishtirmaydi. Nimagadir menda yaxshi qilmas deysiz. Bizda biroz teskarisi motivation trening emas-da bu. Motivation trening bo'lsa, kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, "Moza qildim" deb ketasiz. Bu yerda "Moza qildim" deb ketsangiz, men xafa bo'laman. Bu yerda ko'tarildi, ana u chiqdi, mana u chiqdi desangiz, men xursandman. Javob oldingiz-a? Kimda ona bilan ketyapti jarayon? Ona bilan, sizda. Ona bilan yana kimda? E'tibor ko'ringlarda, past bilinmas darajada bo'lsa ham ona bilan ketdi hammadan. Bilinmas kritika, bilinmas tanqid, bilinmas muhokamalar, mayda-chuyda miyangi bolalikda qolib ketgan bilinarlimi? E'tibor ko'ringlar, ketdi hammadan. Ona bilan, oila bilan bilinar-bilinmas mang'ir savollar ko'paydi. Ko'paysin. Ya'ni biz shuncha bilim oldik, savollar ko'payib ketdi emas. Bilim olganingiz uchun ko'paydi. Endi siz boshqa sifatda o'tishingiz uchun. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Meni ko'tarish kerak, ochish kerak, qabul qilinmaydi. Qaynalar dars hammasi-da. Mana hozir menda pastga ketmayapti deb o'zim vaqtcha yopib olganman-da. O'ylab chiqqan, nimani pastga ketmayapti. Yo'q, siz просто mastersizda o'rganib qolgansiz. Hamma narsani qiyiniga o'rganib qolgansiz. Mastersiz yaxshi ishlanyapsiz-da, siz kirgan protsessga adekvatni javob berasiz. Javob kelgan paytda ketyapti-da. Yo'q, hammasi yaxshi ketyapti-da. Siz qochmaysiz. Jarayondan, kirgan jarayonda ongga o'tasiz. Bu ham shunday, shunaqa bo'lyapti, bu ketyapti, shu bo'lyapti, ongga o'tib ketyapti. Sizda ham shunday ketyapti. Ya'ni yaxshi ishlaganlar o'zi bilan ongga o'tib ketyapti-da. Tez. O'shaning uchun qalb to'lqinda bir nafas shaqam. Qabul qilishganda odam endi endi siz o'quvchilar bilan ishlab o'rganib qolgansizda, qiyin vaziyatlarni yechib, qiyin ko'tarilish kerak, retritlarda chiqish kerak. Ular qalin to'lqinlardan keladi. Siz ancha-muncha ishlangansiz, sizda ishlanish kerak bo'lgan joylar endi yuqoriroq joylar bo'lyapti. Kichkina e'tibor berib, maydalab qarab chiqsangiz jarayon bo'lib yotibdi. Biroq yumshoq ketayotganligi uchun bo'lmayapti deb o'ylaysiz. Jarayonni vibratsiyasi o'zingizga ko'ra ketyapti. O'shaning uchun kerak bo'lib yotibdi lekin. Shunday. Siz ham aytavering, qabul qilishga, o'tishga tayyorman deb aytaverasiz. Siz bir nimadir maqsadingiz hozir. Siz prigollik munosabat pozitsiyasidan o'rgan kurusini rasm qo'yganmiz deganiga sizga. Hozir qo'ydan kechirib ketaveradi, keyin yo'qol, ilhom qilmagin, marazsan va ko'p gapirib, menga atab javob beryapti, qilma kelgan.
Hoş buldum. Çok iyi testler. Hepsini tanıdım. Savol? Qilma deyapti. Savol. Anlaganim sababi o'shanlar ayrilishim kerak ekan deb o'ylabdi. Ko'rasiz jarayonda hali ayrilmasin bo'ladi ko'rasiz hali ko'tarildi xolos. Siz vaqtga yangi sudda to'lqinda. Siz savollaringiz bir anaqa yengilroqdir lekin. Bizga bu savollar yengil rasm qo'yish olish savollar. Tak. Ya'ni nima degani? Bunaqa narsalarni даже gapirishga ham olib chiqmasdan o'tadigan holatga kelmarishingiz kerak. Bu narsalarda sizda erkinligingiz shakllanib olgan bo'lishi kerak. Bunga sizga to'g'ri kelmaydigan odam o'sha atrofingizda yo'q bo'lgan ham bo'lishi kerak. Bu narsalarga. Ya'ni bizlar uchun, bu yoqda o'tirganlar uchun biroz erish bo'lishi mumkin. Masalan, haqida urush chiqargan erkakning hali ham отношения mavjudmi? Rasm haqida kimdir erkak rasmingni nega qo'yding, nega olding va shundan bir hafta janjal ketyaptimi? Shu munosabatda ayol kishi qoladimi degan savol qolganlarni qiynashi mumkin-da. Lekin sizga bu global savol va hali shuni bir yil olib yurmoqchi. Qolish mumkinmi? Rasm ustida tortishgan bo'lsa-da, meni tushuning. U erkak ongi qayerda va siz ongi qayerda? Bir xilsizlar degani. Yaxshi, bu yerda o'tirsangiz o'tiring. Bir xilsizlar degani. Va erkagingiz reaksiyasiga ko'ra sizni ongingiz darajasi. Sizni hayotingiz darajasi. Bu anglatadi, sen ishlaydigan joying to'g'ri. Hali ustida suzib yuribsan. Chuqurlashish kerak. Shuning uchun ko'lnak munosabatida mavjudsiz. Mana shu mavzuni bugun ochmoqchi edim. Ya'ni uchlik munosabati. 3-4 kishi so'radi. Nima shu savolni? Uchlik munosabat haqida. Uchlik munosabati qattiq tarmoq qavatini natijasida bunga turib beradigan turib beradi. Bundan o'tib ketish uchun yaxshigina kenglik kerak, yaxshigina bilim kerak, to'xtamaslik kerak. To'xtovsiz harakatlar bundan o'tib ketish uchun, uchlik munosabatda o'tib ketish uchun. Men buni umuman yoqlamayman. Uchlik munosabatini yoqlamayman. Chunki bu yerda kimdir bor qurbon. Uchlik munosabatida kimdir qurbon har doim. Birin qurbon. Yo erkak, yo birinchi ayol, yo ikkinchi ayol qurbon. Har doim. Sog'lom munosabat ikkita insonning o'rtasida bo'ladi. Va ular bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ovchilik bo'lgan paytda-chi, ikkitasi bittasidan tutadi. Va u bitta har doim o'ziga komfort yo'lini tanlaydi. O'ziga qulay yo'lni tanlaydi. Va o'sha bittani qaroriga ikkitasi bo'ysunishga majbur. Unga qulay paytda telefoninglarni ko'taradi, unga qulay paytda telefoninglarni ko'tarmaydi. Unga qulay paytda urush chiqaradi, unga qulay paytda yarashadi. Bu bilan hozir toqqa ketish udobnimi? Hozir siz bilan yarashish uchun vaqtdan istagim, xohishim yo'q bo'ladi. Chunki u bilan borib kelish kerak, tinchgina. Sizni o'ylashga, sizni his qilishga, sizni poddershka qilishga, sizni anglashga, ayolligingizni o'rniga qo'yishga yordam berishga hozir uni vaqti yo'q. Sizga qulay bo'lsa davom etadi. Masala shu. Davom etmaslik, ajrim masalasi o'yinga kirmaydimi? Tushunmadim. Ana, undan ketish, undan qolish, sizni hal qilayotgan paytda ajrim masalasi keladi, ha? Ajrim ikki kishi o'rtasidagi deyapsiz, bunaga davommi? Umuman, o'sha birinchi uchlik o'rtasidagi. Birinchi ayolni, ikkinchi o'zi munosabatni o'zi o'yin-ku. Undan ketish nima? O'zi munosabatni o'zi o'yin. Uchlikmi bo'ldi, o'yin bor degani yo'q. Bo'ldi. Qolgan haqida gapirmasak bo'ladi.
Uchlik bor joyda o'yin bor degani. O'ynaysiz. Hech qachon o'zingiz rolingizda bo'lmaysiz u joyda. Uchlik munosabatida hech qachon uchovi ham o'zini joyida bo'lmaydi. Yo bola bo'ladi, yo ona bo'ladi, yoki ota rolida bo'ladi. Ayol rolida turib turolmaydi, erkak rolida turib turolmaydi uchlik munosabatda. Har doim o'yin bor. Har doim o'yin bor. Rezli turish. Ofitsialniy ajrimga kelsa bu o'yin emas, ha? Ofitsialniy ajrimga kelsa, ofitsialniy bo'ladi-ku ajrim. Xullas, uchlik munosabat yakunlanishi kerak. No, agar endi men hozir o'zingiz savolingizni bermayapsiz-da. O'shaning uchun vaziyat chigib chiqyapti. O'zini savolini berganida uniki boshqacharoq bo'ladi, unga boshqacharoq otvetlar chiqadi, boshqacharoq javoblar beraman. Lekinmi? Uchlik munosabat. Agar savol sizniki bo'lsa, buni bunday yengib yetish kerak. Bunga chuqurroq qarash kerak. Bunga 5 minutlik javob bilan munosabat hal qilib bo'lmaydi. Sababki, agar uchlik munosabatda siz bo'lib, siz ayolsiz, 30 yillik turmush o'rtog'ingiz bor va bilib qoldingiz boshqa ayoli borligini. Deylikki, bilib qoldingizda, o'sha paytda ajrimga kelmoqchisiz. Bu joyda boshqacha qarash kerak. Bu boshqa masala. Qarab chiqish kerak. Ayol o'zini o'rnidami? Oldin o'rniga turib olish kerak. Siz ofitsialniy 30 yil yashab turgan joyingizda undan tapir-tupir bo'lib o'ynaganda ajrashib ketirmaydi. Oldin o'rniga tushib oladi, keyin o'ylaydi. U ayol o'rniga tushib oladi, erkak o'rniga tushib oladi, ana undan keyin o'ylab ko'riladi. Ajrimmi yo'qmi? Mana bu boshqa narsa. Bu jiddiyroq masala. Bularniki umuman boshqa. Bularda turmush yo'q. Bu boshqa narsa. Shuning uchun sizga chuqurroq qarash kerak. Bularga yengib qarash. O'shaning uchun sizni vaziyatingizni solishtirib bo'lmaydi. Chuqur deganimda yana ham qarashimiz kerak. Kerak bo'lsa coaching kerak, yana modullar kerakda. Uchlik masalalarini qaysidir joylarda coaching kerak bo'ladi. So'raganlar uchun ham javob. Hammaga tonkislari bor o'zini. O'zining nazik taraflari bor. Ya'ni uchlik bor, hali turmush qurmagan, bolasi yo'q. Uchliklar bor, 30 yillik, 40 yillik uchlik bo'lib qolganlar. Va endi bilganlar bor. Bu boshqa narsa. Ularni yengil-yelpi hal qilish kerak. Jiddiy qarash kerak, chuqurroq qarash kerak. Va обязательно uchlikda kim bor bo'ladigan bo'lsa, mahbub, kim bor. Xullas, karmon tozalaydigan yaxshigina kurs kerak bunga. Coachingdan tashqari. Innovatsion kurs kerak, yarashuvchanlikka o'xshaydi. Yaxshi, chuqur jiddiy ishlanadi. Nega bu savol keldi? Hamma tomondan qarab chiqish kerak bu joyda. Bitta retweet unga yetmaydi. 30 yillik savol uchun bitta retweet bilan javob bermaymiz. Oila, nechta farzand, nevara bordir balki. Kimdir yana menga savol berdi. Men bu yerda ishga munosabat bor. Turmushga chiqishimdan avval turmush o'rtog'im bir ayol bilan tanishganda, mahallasida, lekin oilasi bo'lmaydi. U sizni uchun uchligingizmi, eringiz uchligingizmi? Turmush o'rtog'im uchligi. Lekin har doim meni g'ashim. Tushunishim bo'yicha sizdan oldin turmush o'rtog'ingiz yashagan paytda uni любовникasi ham bor bo'lgan. Bor bo'lgan va ular farzand ko'rishganlar. Turmush o'rtog'imni aytishi bo'yicha, lekin men bunga ishonmayman. Men farzandim aytadi. Lekin u ayol o'zini oilasi bor. 3 ta farzandi bor. Eng oxirgi kuni sizni farzandingizga turmush o'rtog'im ishonmagan. Men ishonchim yo'q. Lekin ayolidan ajrashdi, sizga uylandi. Ayol olindi. Ayol olingan sizga uylandi.
nega ulaydi? Lekin ular oilaviy ketishganmiz deb aytishganda, bu ayolni boyatib ular olib boqmoqchi bo'lishdi. Ya'ni birinchi oila qabul qilgan o'sha ayol. O'sha ayol agar farzand tug'ib bersa, uni uni taqmoqchi bo'lishdi. To'g'ri. Taqlid qilingandan keyin men paydo bo'lganman, men hayotga kelganman. Keyin menga bu haqda ko'p aytdi turmush o'rtog'im. Keyin aytdimki, okey, mayli, qarayman. Hozir munosabat davom etyapti. Davom etadi. Uni oilasi bor, eriz oilasi bor, munosabat davom etyapti. Chuqur munosabat emas, lekin ba'zi erim paytga kerak bo'lgan paytda beradi, yordam kerak bo'lgan paytda beradi, pul kerak bo'lgan paytda beradi, menga indamay harakat qilib keldi. Vaqtini birga o'tkazishga harakat qiladi. Yordam kerak bo'lgan paytda undan erkaklardan yordam so'ramasligi mumkin turmush o'rtog'i, undan yordam so'rayoladi. Bu men g'ashimga tegan. Men boshida har shu haqda gapiravergandan keyin gapiraverdi. Mana Zulfiyaga qarayapti, unga ham olib keling, unga ham qarayman. Agar ayol qarolmaydigan bo'lsa, ras ayol sizga berish uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, olib keling. U bolaga qaraydi, mayli, men qabul qilaman. U ayolni eri ham biladimi qilinishdan? Lekin er o'zi bilan yashamaydi, ko'pincha uzoq joylarda ishda bo'ladi. Bir ikki kunga keladi. Keyin u ayol ko'pincha uyingizga keladi. Bu telefonning boshqa telefonni kelgan. Uyingizga keladi. Hovlida unvonlar bor uyda. O'sha bitta hovlida o't bormi, ishchilarni olib ketadi. O'zlarini olib ketadi. Bemalolda u bir xijolat bo'lish, tortinish degan narsalar yo'q. Bemalol kelib kirib chiqib yurishadi. Bo'lmagan paytda boshqa kichkinadan odamlar kirib chiqib ketaveradi. Yonida biroz ba'zan bo'lishi mumkin, ayol bo'lishi mumkin, yolg'iz kelmaydi, lekin yonida sherik bilan kirib chiqib yuradi. Va bundan xijolat tortmaydi. O'sha bolaga kasal bo'lib qoldi. 1 yil avval ukol qilishganda oyog'i ishlamay qoldi. Qanday qilib to'g'riga tegdimi? Davolashyapti-da, doim yordamga topib turadi-da. Bu meni g'ashimga tegadi. Keyin yana bitta narsa o'tadi. Shu ayol turmush o'rtog'imga shu dada deyoladi-da, shu dadalik, otalik energiyasini bera olganda u ayol. Shuning uchun hurmat qilaman-da uni. Lekin men bera olmayman. Hech shu o'zimni jabrlanib qilaman-da, lekin o'sha ayol bera oldi. O'sha energiyani turmush o'rtog'imga bera olganligi uchun u ayol qiladi-da. Uni hurmat qilaman, lekin ba'zi g'ashimga munosabat tugamayapti-da, hatto tugaydi ekan deb o'ylayman. Ba'zida mayli. Mendan charchayib barikalarni topishgan paytimiz bormi o'sha hovlida bormi? Bor o'sha hovlida bormi? Nima yo'q, sen unaqa tushunma. Faqat sen keraksan menga. Men u bilan munosabatlarni tugagan deb aytadi. Bilaman, shunaqa aloqalar tugagan. Yaqin aloqada bo'lishmaydi, lekin baribir bor o'sha hovliga. Menga kerak emas deb aytaman, gaplashishadi uchun. Yo'q, faqat sen keraksan. Uni ham olmaysan. Savol ko'tarmaydi deb o'ylagan edim, hozir onlayndan beryapti savolni, 3 ming gapiring deb. E'tibor bermasizga harakat qilyapman, lekin ba'zi bu narsa bor, ko'pchilikda bor. 3lik, уже mansizlik, 4lik. Shuni planlab chiqqanimda, mana shunday, bu baribir karmada, qanaqangi. Bunaqa paytda yaratuvchi anki kursiz, coachingiz ham, shogirdligingiz ham hammasi birdan-da.
qolmadi. Yaratuvchi kursi kerak. Inson kurslarda yotib ishlash kerak, yotib dars qilish kerak, umuman qolmasa kerak. Вот siz nega qolmaysiz? Qavat qattiqligi uchun qolmaysiz. Yorilib chiqsa portlab ketishidan tanangiz, yuragingiz bardosh berishidan qo'rqasizda qochib yuradi. O'shaning uchun. Qanchalik og'ir bo'lsa ham shunday. Yer qattiq qavatini sarkaytyapti-da. Bu qattiq qavatlar mana shu chigal vaziyatlar, sharoratini uchi yo'q. Bu karma degani. Uchi yo'qmi karma. Lekin siz uni ichidasiz. Negadir siz uni ichidasiz. Shuning uchun karma yaqin bo'lgan paytda bu paralar bir-biri bilan uchrashadi. Havoli qattiqligi bir xilroq bo'lgan paytda bu paralar bir-biri bilan uchrashadi. Bir-biri bilan o'tishi kerak paytda bu paralar bir-biri bilan uchrashadi. Boshqa iloji yo'q, bir-biriga yordam berish kerak o'tishga. Ikkovniki xuddi shunday qattiqlikda. Shundoq savoli bor. Shunaqa paytda uchrashadi. Demak, siz o'zingiz bilan ishlayapsiz. Qattiq ishlaysiz, qo'l ishlaysiz o'zingiz bilan. Yutqalashtirasiz bu karma qavatini, keyin yechimlarni ko'ra boshlaysiz. O'rningiz bilan ishlaysiz, karma bilan ishlaysiz. Yutqalashtirganda karavani uchi chiqishi boshlaydi. Nimadir vaziyat beriladi-da. Nimadirlar beriladi, yashirib qoladi o'zida vaziyat. Yoki uni erkib qoladi, yoki ketadigan joy olib ketib qoladi, yoki nimadirlar bo'ladi, yoki kimdir olamdan o'tib qoladi isho. Yoki siz kimlardir sevib qolasizda ketib qolasiz. Bilmaymiz nima chiqishi. Ajaban, bu siz bo'lishingiz ham mumkin, yo'ldan chiqib ketuvchi inson. Bilib bo'lmaydi. Hozirgacha hozir tayyor emassiz. Onasi paydo qoldi. O'zini baqayki onasi paydo bo'ldi. Asrab olishganida qizlarimizni. Dunyoga keltirgan ona paydo bo'ldi. Telefon qilindi. Taklif bo'lgan telefon qiladi, men ko'taraman, qilyapti deb aytaman-da. O'sha gaplardan eshittiradi. O'sha paytda nima telefon o'tardi. O'zini ko'tarmasdim, shu paytda ko'tardi. Espini videotondik. Kızımın hüccatını bekor qilishmagan, ya'ni qandaydir kasalxonada, ya'ni hujjati bitta muammo bo'lganda, o'chirtirmoqchi edi. O'chirtirmoqchida, agar meni nomimda turibdi. Deyishgan. Lekin qizimning familiyasi aytishladi, erimning nomida. Hujjatlari bo'yicha muammo bo'lmaganda. Men bu ayol shunaqa muammo aytadi. Men aytaman, telefon qilyapti. Safarga qilmagan deganlar qanday turadi? Ayol kishida tarixiy hayotlarini qayg'uradi. Yillar davomida umuman aloqasi yo'q deb o'ylaganman. Ayol shuni ham bilmagan, ma'lum qilmagan, mayli o'zgartirdi. Bu bola shu odam ko'tarib ketdi. Yillar davomida demak, turmush bilan u aloqada bo'ldi. Taniyman deb aytardi, hayotini taniyman deb aytardi, lekin darajada erkin telefon qilib so'ragani uchun men boshqacha bo'ldim-da.
Shundan keyin haliyam gumonda yuramanda baribir aloqalari bor. Ular uzilmaganlar, turmush o'rtog'i nimalar uzilmagan. Baribir jiddiy aloqasi bo'lmasligi mumkin. Ayol baribir qo'yolmayapti-da. Diyorum yani dinlemez. Aslında aylanadi, lekin yechim yo'q. Qanday yechim topish kerak bo'lsa, olmuyor. Onda da mesela hiç olmuyor. Şartta yechib tashlaymiz yuradi. Lekin niyatdan kelmaydi. Ham uzib ketmaganda, chunki ketadi. Ikkinchi tomonlama meva shunaqa qilsa, shuni lalab chiqqanimda mana shunday bu baribir karmada qanaqangi bunaqa paytda yaratuvchi anki kursiz coachingiz ham shogirdligingiz ham hammasi birdanda hamma balandroq emas keragi kiradi shunaqa strishga bo'lgan 30 ga yuksakroq chopqinda o'zi yordam berolmaydi konservatsiyamiz aynan shunisi siz o'tishingizga yordam beradi hozir balki sizga undan faqat qo'llab-quvvatlov podдержка himoya shunaqa narsa kerakdir siz o'tib olishingiz kerak deb himoyasi bilanda keyin balki boshqacha yechimlar kelib chiqadi siz o'tib olishingiz kerak siz o'zingizni ustingizdan mas'uliyat bilan javobgarlik bilan bola pozitsiyasidan tashlab qattiq ishlashingiz kerak qattiq endi tomog'arig'i ham to'xtatmasin sizni isitmay ham maktabingiz ham universitetingiz ham o'quvchingiz ham hech narsa to'xtatmasin bosib ishlaysiz bu hayot sizga kerak emasmi bu hayot o'zini egasi xolos siz o'zgartiring o'zingizni qarang o'tish kerak bo'lsa eringizdan o'tib oladi o'tmasligi kerak bo'lsa yashab qolsin shu hayotda siz o'zingiz ustingizda ishlaysiz o'rningizni topasiz karmani o'zingiz tomonidan topasiz qattiq qattiq shuning uchun bu savollar sizni bunaqa savollar qiynashtirsa kim tashkiladi hech kim qilolmaydi bir yoqdan nimalarni aytib tashladingiz lekin shu odam sizni hayotingiz kishini o'ylab men qiynalaman-da. Hamma odamlar qiynaladi. Masalan, lekin shu erkak sizni hayotingizda bormi? Demak, sizni qavatingiz qalin degani. Yechim shu. Savol tugamaydi lekin. Yechim emas. Yechim emas. Osonroq. Siz yana karma yaratmay, ajrashib qo'ymay deyapsiz-da. Sizda bosib bitta ishlasangiz, siz o'zingiz yechimga borib berishadi. Jiddiy ustingizda ishlang, yechimga borib berishadi. Ko'tarilgan vaziyatlarda yotib qolmang, borib berishadi yechimga. Ko'tariladi, har xil vaziyatlar ko'tariladi. O'zimiz ishlagan vaqtimda tanam dosh berolmay qoladi. Tanam yordam beraman, yana ketaman. Tanam yordam beraman, yana ketaman. Meni silsilib oppoq deyolmayman. Nega o'zimga savollarim bor. Ustida ishlagan paytimda tanamga berib boradi ular.
Chunki noziklashib qolgan qismiga beradida. Berib boshqa tanamga yordam beraman, yana ketaman oldinga. Men hozirdan qochib qoldi bo'ldi, darslarimiz desam, menga birov kompakt qayoqqa kelib oldimda qo'yib qo'ymaydi, men buni o'zim yarataman. Yaratasiz, boshqa hayot kerakmi? Boshqa sifat, boshqa munosabat, boshqa sevgi shakli kerakmi? Kerak? Bakır işleyiniz böyle. Yeni size ayırmayayım. Başladınız. Direkt öğren beraber. Katta kayıp vardı. İmkaniyetiz vardı. Polizdesiz. Şagırtsızdı. Katta imkaniyetiz var polizde. Bitti. Endi gazini bosishsa yorasizda. Kursdoshlardan oldi shogirdlikdagilar. Endi yorasiz. Bosib ishlaysiz universitetda. 6 oy moslashdingiz, bo'ldi. Bolani orqaga qoldiramiz. Ulg'aygan pozitsiyasida gazni bosasiz. Nadakat aytyapti, vaqtim yo'q lekin sezaman deyapti. Siz shunaqa narsa bo'ladi. Vaqtim yo'q lekin aniq his qilaman, aniq sezaman deyapti. Qanchalik uyg'un bo'ladi. O'yin bo'ladi. Raqamli o'yin. Nima bo'ldi? Qo'rqmang, taktiklardir, boshqadir, ushlamalar sizdan. Bordir любовницasi. Nega uni hayotiga qo'shasiz? Bo'lsin любовницasi, bo'lsin, sevsin, uylansin, bolali bo'lsin. Nasıl joizmi? Bo'lsin. Siz ushlab olish kunini kutmish. Tartib yo'q, lekin guvonim bor, kutyapman deganday gapda. Nima kutyapsiz? Sizni kutayotgan narsa yo'qmi? Siz yeringiz yurib ketishini kutyapsiz. Qarang, nima kutyapsiz? Nima bo'lyapti? Nima foyda olasiz? Ajrashishimiz kerakmi? Nurmatdan ajrashishim. Nimani kutadi-da? Qo'yishdagida. Ketayotgan bo'lishi mumkin, boshqacha qarayotgan bo'lishi mumkin. Nima qaraydi? Uni hayoti, uni qalbi, uni yuragi, uni qornasi, uni kontraktlari. 100 tasi bilan gaplashishi mumkin. 99 tasi bilan yotishi mumkin. Bu hayoti biz hech qanaqa aralashmaymiz. Qo'riqlashimiz ham amaliy. Uni ketini qo'riqlash. Yashashimiz kerak. Hamma o'zini parasi bor. Bu yerda buni qaytadi. Va hamma bir-biriga faqat o'tkazuvchi. O'tkazib berayotgan bo'lsa, o'tkazuvchiligiga minnatdorchilik bilan bugun va hozir shunday yashash kerak. Shundoq. Bugun nima bor? Bo'ldi. Bugun uchun благодарность, bugunni qabul qilish, o'tmishga kelajak o'tib ketmasdi. Hozir siz senani yo'qotib qo'yasiz-da, poyezdda. Holatni ushlab qoling. Ertaga nomsi shu. Bo'ldi, qabul qilasiz ertaga nima qilsangiz. Voy, men oldindan bilmabman ekan, shunday ekan. Oldindan nega tekshirib yurmadi, oldindan nega qaramadi. Bu degan umidim bor. Ketishda. Istagim bor, meni degani. Meni istagim bor degani, uni ketishda. O'shaning uchun men qo'rqqan edim. Ketishga istagim borligi uchun qo'rqqanman. Tezroq keta qolsa edi deb. Erlaringizni hayotidagi jarayon sizni planet. Sizni planet menkimas, erikligimiz. Boshqani qarang. Boshqani kavlashtirmaymiz. O'zimizni kavlashtiramiz. Qidiradigan inson, yechib topadigan inson, anglaydigan inson sizsiz. Uni hayotidagi ssenariysi bilan qo'shib kirgizasiz. Uni xarakteristikasi, uni o'zini tutishi, hamma narsasi bilan qo'shib siz kirgizasiz. Sizga nega kerak uchun? Sizga yo ota kerak, yo bola kerak, yoki nimadir kerak. Sizga kerak. Siz o'zingizga tushib olishingiz uchun u berish kerak shu belgini.
shu tepkini, shu topshiriqqa bu berish kerak. Joyingga turmayapsan. Berilaveradi. Bunisidan ajralib ketasizmi, yana bitta shunga o'xshagan boshqa bir o'g'il farzandingiz umriga o'tib oladi-da, xuddi eringizni rolini o'ynab beraveradi, davom etaveradi. Siz o'rningizni topmaguningizgacha eringizni ajralib ketasiz, lekin bolangiz o'ynab beraveradi shu rolni. Firibgar vaziyatini ko'rib chiqib ketadi. Eri bilan jarayoni, eri bilan o'tish unga juda diskomfort bo'lyapti, bolasi bilan o'tyapti. Xuddi shu vazifa. O'rningga tur. Bola o'rniga turg'izish bilan onasi. O'rningga tur. Ayol, ona, xotin, o'rningga tur. Bilan ovora, anglatish bilan ovora, o'tirish bilan ovora. Chunki eriniki yoqmaydi. Bolaga chidashga majbur. O'shaning uchun bola bilan o'tyapti. Bola bilan keyin bo'ladi. Er bilan olishasiz, chanchar qilasiz, baqirasiz, chaqirasiz, o'tkiz kelmaydi bular. Qochgan paytingizda bola bilan beriladi kerak. Bola o'ziga tortaveradi, diqqat qilaveradi, kasal bo'laveradi, yana nimadirlar. Yoki bolangiz yoshi katta bo'ladigan bo'lsa, u xuddi o'sha otasidan o'tib oladi. Hozir ajrashishingiz mumkin. Neydan shunday erikdilar. Shunaqa rolda boshqa birov kiradi. Ukrangiz kirib oladi hayotingizga. O'xshab qolmadi. U bilan yo'qolmaganingiz bu yordamlashyapti. Uni tushunmayapsiz chunki. Yo'q, xabar narsa bor. Mayli genetikada boshqadir. Nega o'sha sizni yoningizda? Biz plan beraman, nasib beraman. O'shani joyini to'xtatish kerak. O'sha joyni kesish kerak. Savol ular bilan emas, savol siz bilan. Bu erkak sizni hayotingizda bormi? Hozir ajrashib erkak chiqarasiz. O'rniga yo o'g'lingiz yo ukangiz yoki yana bitta любовник chiqadi. Xuddi shu rolni davom ettiraveradi. Keyin siz hayotdan xafasiz. Xudo senga nima yozuvdim? Buni bo'lib qolishi kerak. Na. Shunday ketaveradi. Siz o'rningizda turmaguningizgacha to'xtamang. Hammasini to'xtatsangiz nevarangiz uchrashadi. Ya'ni kelayotgan odamlar bilan, hayotimizdagi odamlar bilan o'ralashmaymiz. Erimiz, yigitimiz, bolamiz, hech qaysi bilan o'ralashmaymiz. Savol bizniki. Hozir shu shunchaki oldingiga narsalar shunaqa anglashlikki, misol uchun men shifokor o'qidimni o'g'limni tanladim. Bemorlar kelyapti, men bemorlardan javob qilyapman. O'g'limni o'zgartirmayapman. Hozir menga buxgalteriya yoqar yoki psixologiya yoqar. O'g'limni almashtirmasdan biz kelganini mijozlardan javob qilyapmiz. O'zimiz tanlab qo'ydik-ku. Biz taksistga muomalasini qilamiz. Shifokorda shifokorlar, psixologga psixolog muammo bilan murojaat qilamiz. San'atkorga muomalasini qilamiz. Men bunga shunaqa psixologni o'g'lim tanlab qo'yibman, lekin kelayotgan mijozlarni bola pozitsiyasi deganda-ku, javobgarlik o'ziga olmasdan boshqa qadarish kerak. Aynan shu ayolni oilada qiladigan vazifalari bormi shunday? Endi shuni qilish kerak, Qilasiz. moliyaviy xarajatlarni masalan qilmasa kutman angliyadek kerak emas, ish pozitsiyasida aytmaslik kerak. Erkakni vazifasini qilib qo'yganmisiz sizda masalan? Bu savolga javob berdim-da, faqat e'tibor qilmay qolgan bo'lasiz. Aynan. O'rningizda turing, hammasi o'rnida. Siz o'rningizda bo'lsangiz, hammasi o'zini o'rnida. O'rningizda bo'lolmadingizmi, keyin yechim qidirib qo'yish kerak. Er nima qilish kerak, xotin nima qilish kerak, uyda kimni funksiyasi nima? Bu bola vazifasi. Meni funksiyamni kimdir shakllaydigan bittasi yozib berish kerak. Sizni funksiyangiz siz qilasiz. O'rningizda bo'lsangiz. O'zingizni o'rningizni topib yuraverasiz, hammasi o'zi joylashadi. Yechim shu. Bu yerda shuni xulosa qilishingiz kerak. Savollaringizni yechimi o'rnida emas dedingiz. Million xil variant savol bering menga.
erim boquvchi emas, erim unga qaramaydi, erim menga qaramaydi, erim bolani tanimaydi, erim bolasini ko'rgisi kelmaydi, erimning o'g'lining qissasi bor, erim onasini o'g'li. Yana nima variantingiz bor? Xohlagan variantingizni bering. Yechim sizda, faqat sizda. Sizni o'rningizda. O'rningiz o'zingizda bo'lsin, tashqari kiyimlashlar. Sizga kerakmas odam yoningizda qolmaydi. Qololmaydi. Yechim yuqori, qo'rqqanda yechim kirib keladi sizga. Men aytolmayman qanaqa yechim kirib kelishi. O'rningizda bo'lsangiz, sizga uyg'un kelmagan odam yoningizda qololmaydi. Hech qanaqasi. Chunki siz bilan kontrakt tugab bo'ldi. Ketadi. Ila siz ketasiz. Qaysi sizda bilmayman. Lekin bu boshqa bo'ladi.